Assalomu alaykum. Ixlosgat YouTube kanalimizda hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz mehmonlar. Xudo xolasa ko'rib turganlaringdek yana bitta navesimizda Farg'ona viloyati Quva tumaniga olib kelib ustanovka qilib berdik. O'ta chiroyli holatda chiqqan. Kattaligi uchun bitta baho berasizlar. Video davomida bir qator aylantirib sizlarga ko'rsatib beraman. O'zlaring xolis fikrlaringni bildirib qo'yaverasizlar. Sizlarga ham shunaqangi chiroyli uylar, undan tashqari shunaqangi chiroyli naveslar o'rnatish nasib qilsin. Bu navesimiz o'rnatilganiga bir hafta atrofida bo'lgan. Bugungi sanamiz 2026-yil 29-aprel kuni kelib syomka qilyapmiz. Bitirgan kunlari men o'zim boshqa joylarda bo'lib qolganligim uchun video olgani kelgan vaqt bo'lmadi. Bugun xudo xolasa vaqt topib ataylab shuni sizlarga ko'rsatish uchun yetib keldik. Sababi juda chiroyli holatda chiqqan. Bu shumkali navesimiz 3 qavatli variantda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring bu navesimiz nech pulga bitganligi, qanaqa materialdan bo'lganligi, eng asosiysi nima afzallik tomonlari bor, nima uchun hovliga xuddi shunaqa ochiq joylarga bu naveslarni qilish kerakligi haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Videomiz foydali bo'lsa, yurakchani qizartirib, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin. Biz o'zimiz ustamiz, meni kanalimni kuzatib boradiganlar bilishadi. Boshqa narsalar men uchun ikkinchi darajali narsa. Biz o'zimiz anchadan beri shunaqa temir darvoza, temir naveslar, so'rlar bilan shug'ullanamiz. Xullas, sizlar uylaringda qanaqangi temir ishlari bo'lsa, o'zimiz bittada bitirib chiqib ketamiz. Beravering, menga o'zim shug'ul. Video davomida men sizlarga endi bir qator navesimizda yaqindan ko'rinishi aylantirib sizlarga ma'lumotini beramiz. Birinchi bo'lib razmeridan boshlaydigan bo'lsak, uzunligi 26,5 metr bo'lgan. Mana shu navesimizni tugash joyi 26,5 metr, eniga 9 metrli bo'lgan. Ustunsiz holatda qilib berganmiz. Ko'rib turgan firmalaringda o'rtasida arka bor. Hozir endi videoda qay darajada ko'rinyapti, o'rtada arkasi borligi, lekin bor. To'g'ri joylashmagan. Ukloni ham 1 metrdan oshiqroq uklon bor. Bu tarafini balandligi 630, bu taraf 5 metrga yaqin qilingan. Xudo xolasa 26,5 ga 9 metr polni o'sha full materiallardan qilib, lazerli fasonda qilib berganmiz. Naves qildirmoqchi bo'lib yurgan yurtdoshlarimiz juda ko'pchilik videolar chiqaryapti. Hammasini kuzatib boryapti turganlar, bittada farqlarni ajratsalang bo'ladi. Sizlarga shu farqlarni bitta-bitta berib o'tamiz. Men o'lchagani kelgan paytim juda bu joy ochiq katta joy edi. Bu naves o tepadagi derazalargacha quyosh tushib turardi. Mana hozir ko'ryapsizlar, umuman pastdagi derazaga ham quyosh yetib kelgani yo'q. Sababi eni kattaligi uchun 5 metr 6 metrlik qilsalang uygacha bunaqa issiqlik borishi mumkin. Polni full materiallardan qilib berganmiz. Sababi eni 9 metr bo'lganligi uchun qalin materialdan qilinmasa bo'lmasdi. Shuni hisobiga chiroyli holatda qilib berganmiz. Mana shu ko'rib turgan hamma ishlatilgan lazerli ishlari 1.7 lik stenkali lazerli ishlardan foydalanganmiz. Mana shularimiz 1.7 lik. Undan tashqari choklariga hammasiga germetiklargacha tortib chiqilgan. Undan olsa suv kirib, burchaklardan zang chiqish ehtimoli juda kamayadi. Tepadagi firmalarimiz ham hammasi orqasiga ham, oldiga ham o'sha germetiklargacha tortilgan, xudo xolasa. Endi bu shumkali navesimizda arzonroq variantlari ham bor, qimmatroq variantlari ham bor. Bu hozir o'sha juda ko'p qilinyapti turgan o'sha lazerli fason deyiladi. Leksallisi bundan kvadratiga 50 ming so'm qimmatlashadi. Ko'rib turganlaring eng tepada 0,4 qalinlikdagi profnastilimiz, o'rtada 0,5 lik falgamiz, eng tagida oppoq bo'lib ko'rinib turgani DVP fannerdan foydalanib qo'yib berganmiz. Bu DVP o'sha eski ancha yillardan beri shu xonadonlarda patologlarga ishlatiladigan DVP fanner, zavodskoy kraskalangan kelyapti, oppoq rangga. Uni boshqa rangi yo'q, faqat shu oppoqlardan foydalanib qilinyapti. Iloji boricha ozgina rasxod bo'lsa ham shu choklarni yo'qotib qilib berganmiz. Bu naveslarda afzallik tomoni nima desalaring, mana bunga o'xshagan issiq kunlar kelyapti. Endi xudo xolasa hovlilaringga issiq o'tmaydi. Bu birinchisi. Yomg'irli havolarda tunigani o'zi bo'ladigan bo'lsa, taranglab asablaringni buzishi mumkin. Xuddi shu narsa ham bo'lmaydi. Buni tepaga chiqib suv quyadigan bo'lsalang, pastga umuman ovozni o'tkazmaydi. Sababi shumni o'zida o'sha edi, 3 qavatli bo'lganligini hisobiga. Endi xuddi shu variantni menga yorug'lik tushib tursin, issiqlik o'tmasin, yorug'lik tushib tursin deganlarga Lexalla variantimiz bor. Kvadratidan xuddi shu summada 50 ming so'm narxiga qo'shib bersalang, Lexalla ham qilib beraveramiz. Yana sizlarga foydali tomoni, mana shu navesimiz 3 kunda mana shu holatga kelib bitirganmiz. Kvadrati 238,5 kvadrat joyga hamma materiallarni o'zimizda seximizda tayyorlab olib kelib,
Sizlarda hech qanaqa uylarni bir haftalab, 10 kunlab uni olib kelib ber, buni olib kelib ber deb yurilmaydi. Bir dona elektrotigacha o'zimiz olib kelib, hamma narsa o'zimizdan, lesalar puligacha o'zimiz to'lab qilib berib ketamiz. Sizlar 1 kvadratiga pul sanab bersalaring bo'ldi, xudo xolasa. Sizlar joylaringga biz o'zimiz borib, hovlilarning holatidan kelib chiqib, qo'limizdan kelgancha maslahatlarni beramiz. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, Telegram, WhatsApp, Max, Imo hammasi bor. Katalogini tashlab beramiz. Yoqqanini chiroyli qilib tayyorlab beraveramiz. 1 kvadrati 300 ming, 280 ming so'mdan boshlanadi. Eng qimmati 600 ming so'mgacha bor. Mana shu ko'rib turganlaringda 1 kvadrati o'zi 450 ming so'm qilinadi. Kvadrati kichikroq bo'lsa, bu joyda kvadrati katta bo'lganligini hisobiga ozgina arzonroq qilib berganmiz. 100 million so'mga mana shunday holatga kelgan. Hamma materiali-yu usta xizmat ichida bo'lyapti. Bu narxlar Vodiy va Toshkent bo'yicha. Xuddi shu narx, hech qanaqa pul qo'shilmaydi. Sirdaryogacha ham deylik, Sirdaryodan tashqariga dastavka puliga yo'l kirasiga o'zlaring berasizlar. Kvadrat summasi o'zgarmaydi. Faqat yo'l kirani hisobini o'zlaring qo'shib berasizlar. Kvadrati 100 kvadratdan oshsa, borib chiroyli qilib shunga o'xshatib tayyorlab beraveramiz. Manzilimiz hozirgi o'rnatgan joyimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida, o'zimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan kelib qilib berganmiz bu joylarni. Agar Lexalli bo'ladigan bo'lsa, hozir deylik shu 420 ming so'mdan tushgan bo'lsa, sizlarga 470 ming so'mda xuddi shunaqa polni qalin materiallardan qilib beramiz. Endi xuddi shuni mengacha arzonroq varianti ham bo'laveradi. Bu menga ko'rinish shunaqa chiqsancha arzonroq bo'lsin deganlarga materiallar ozgina yupqaroqlari boricha arzonroq qilib tayyorlab beraveramiz. Unga ham murojaat qilsalaring bo'laveradi. Sizlarga ham shunaqangi naveslar, undan tashqari uylaringga, shu darvozaxonalaringga darvozalar, temir so'rilar qo'yingki, qanaqangi temir ishlari bo'lsa, ishonib topshirsalaring bo'ladi. Chiroyli qilib hamma temir ishlaringni bitirib chiqib ketilaveradi. Xudo xolasa murojaat qilsalaring bo'laveradi. Ekranda raqam qoldirib qo'yapmiz. Salomat bo'lasizlar. Общий summasi 100 million so'mga to'xtagan. 1 kvadrat metrni 420 ming so'mdan qilib berganmiz. Kvadratlar kattaroq bo'lsa, xudo xolasa telefon qilsalaring narxlarni kelishtirib beramiz.